رويتېرس ئاگېنتلىقى yaqında Şərqi Türkistanның Ürümçi, Qashqar, Xotan qatarlıq şəhərlərində elib barğan ziyarət haqida xəbər berib, Uyğurlarning hozirgi vaziyati, Xitayning atalmış Yangi Şinjan qurilishi va vətənpərvərlik sayohatchiligining orqasidagi reallikni oshkorlagan. Roytersning bildirishicha, Xitayning maqsadi 1 milliondan ortiq Uyg'ur qayta tarbiyalash markazlariga qamalgan bu rayonni vətənpərvərlik, ko'p etnik millatlik, dindan xoli, Xitoycha so'zlaydigan rayon qilib qurib chiqib, Xitoy sayohatchilarini bu rayonga jalb qilish ekan. Xabarda Xitoy hukumati muxbirlarni Sharqi Turkistonda erkin safar qila oladi desimi, biroq puxrochi kiyingan soqchi va payloqchilarning muxbirlarni kecha-kunduz nazorat qilganligi, muxbirlar Qashqar shahriga tushgan mehmonxonadan ayrilib, 1 soat ichida chiqish eshigiga tikanlik sim tortilganligi bildirilgan. Xabarda aytilishicha, Uyg'ur elining janubidagi bir qism yangi manzargohlar Beyjingning oshqunliqqa qarshi turish uchun solgan lager va turmalardan ozroqli yiroq ekan. Xabarda tashviqot taxtalarining hamma yerda ko'zga chalinadiganligi, rayondagi sayohatchilikning asosan ichki sayohatchilarni nishon qilganligi bildirilgan. Avstraliya Kengash palatasi Tashqi munosabat, mudofaa va savdo komiteti bir dokladda blok zanjiri texnikasi orqali majburiy emgak tovarlarining importini cheklashni tavsiya qildi. Egilanishicha, bu doklad Xitoyda Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklaydigan bir qonun loyihasi bilan munosabatli ekan. Komitetning dokladida davlatning eng yangi tamojni tuzitish qonuni tekshirilgan bo'lib, qonunni kengaytirishdan tortib davlatning chegara bexatarligini kuchaytirishgacha 14 tavsiya o'tirg'a qo'yilgan. Bu tavsiyalar ichida ta'minlash zanjiridagi mol manbasini iz qo'g'lashning muhimligini gavlandirdi. Blok zanjiri texnikasi izotop belga va mikrob iz qo'g'lash bilan birga shirkat va hukumatlarning ta'minlash zanjirini texnik yaxshi nazorat qila oladi. Mustaqil Kengash palata a'zosi Rekis Patrek 12 oyda tamojnaga tuzitish kirgizish qonunini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, bu qonun davlatning 1901-yildagi tamojna qonunining o'rnini oladi. Bu tuzitish kirgizishda Xitoy zulmiga uchirgan Uyg'urlar ishlab chiqargan tovarlarning import qilinishini cheklash asos qilingan. Agar bu qonun loyihasi tasdiqlansa, Uyg'ur majburiy ishchilar ishlab chiqargan mahsulotlarning import qilinishi cheklandi. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining 2022-yilda xomchot uchun Kengash palatasining pul ajratish komitetida o'tkazilgan yig'inda Xitoy tahdidini baholash to'g'risida uchur berdi. O mudofaa siyosiy jihatda Xitoyni asosli tahdid nuqtasi deb qaraydiganligini bildirib, Amerikaning Tinch okeandagi kuchini taraqqiy qildirish va texnik keng mablag' solish uchun 5 milliard dollardan ortiq pul ajratganligini aytdi. Prezident Joe Biden vazifaga o'ltirgandan buyon ularning 5 burchaklik binoda Xitoy xizmat korpusi qurganligini tushuntirgan Austin, xizmat korpusining planini oldingi haftadan boshlab tamomlaganligini va ishga yo'l yo'riq chiqarganligini bayon qildi. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy yumshoq detal va applarni qiyinchilikqa duchor qiladigan yangi qaror chiqarishga tayyorlik qilmoqda. Roytersning xabar qilishicha, prezident Joe Biden Amerika bozorida qilishni xohlaydigan Xitoy applariga qarshi qattiq pozitsiyada bo'lgan. Buningga asosan, Amerikada faoliyatini davomlashtirishni xohlaydigan programma ochquchilar texnik qattiq tadbir qo'llanib, abonentlarning shaxsiy uchurlarini qo'g'dashga majbur bo'ladi. Bundan boshqa, Amerika Savdo Ministrligi chaqiriq qog'ozi tarqatib, ma'lum aqliy iqtidorli telefon, taxt kompyuter va ustal yuzi yumshoq detallari haqidagi uchurlarni to'play oladi. Amerikada suhbatlashish va ishlatish shartlarini cheklay oladi. Bu harakat nurg'un kishilarni hayron qoldirgan. Texi yaqinda Trump davrida TikTok va WeChatga qo'yilgan majburiy cheklash buyrug'i bekor qilingan edi. Antonio Guterres yana bir qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi bo'lib saylandi. 5 yil vazifa o'taydi. Davlati Portugaliya tarafidan nomzod ko'rsatilgan va kandidatligi BDT bexatarlik kengashi tarafidan tasdiqlangan Antonio Guterres 193 a'zosi bo'lgan BDT umumiy majlisida 2 qatim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi bo'lib saylandi. Hozirmi BDTning bosh kotibi bo'lgan Guterresning 2 vazifa o'tash muddati 2022 yili 1 yanvar boshlandi.
tunji vazifa o'tayotgan mezgilida jinsiy barobarlik va klimat o'zgarishiga qarshi turishni oldingi o'ringa qo'ygan Guterres Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dafsandichiligiga sukutda turganligi uchun ayblangan.